Salom hammaga, bugun biz sizlar bilan 24 quruch kameramizni onlayn qilib, zapisini yoqib, Hikconnect dasturiga ulashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib poiskga modelni yozib olamiz. Va bu yerda inaktivni 24 quruch kameramiz chiqyapti. Ptichka qo'yib aktivatsiya qilib olamiz. Bu yerga parol yozamiz. Pastiga ham xuddi parolni yozamiz. Va aktivatsiya qilamiz. Aktivatsiya bo'ldi. IP'sini ustiga 2 marta bosamiz. Va bu yerda tilini to'g'rilab olamiz. Bu yerga admin yozib, pastiga parolni yozamiz. Ichiga kirganimizdan keyin konfiguratsiya bo'limiga o'tib, set bo'limiga o'tamiz va dostуп platformaga o'tamiz. Va bu yerda Hikconnectni yoqib, bu yerga ptichka qo'yib, verifikatsion kod qo'yamiz. Saqlanib qilamiz. Va настройки seti bo'limiga o'tib, zavodchik IP da turibdi, DNCPni yoqamiz. Va saqlanib qilamiz. Va kameramiz перезагрузка bo'ladi deb aytadi. Hikconnectga kirib olamiz va bu yerda o'ng tomonda tepada plyusga bosib, skanerovat qo'yirkodga bosamiz va kameramizni skaner qilamiz qo'yirkodini. Va bu yerda verifikatsion kod so'rayapti, shuni yozamiz. Следующийga bosamiz. Kameramizni qo'shish uchun следующийga bosib, bu yerda ovozini yoqishni so'rayapti va пропустить qilamiz. Va kameramiz ko'rsatyapti. Zapisini yoqishni ko'rib chiqamiz. Настройка zapisga o'tamiz va bu yerda состояние хранилищida chip bo'ladi. Hozir bizda ham bitta chip ko'rsatyapti va format qilib olamiz. OK qilib. Hozir chipni format qilyapti. Chipimiz format bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib, bu yerdan ham chiqib detectionga o'tamiz va bu yerda pastdagini yoqib qo'yamiz. Yonig'i bo'ladi o'zi ko'pincha. Va обнаружениеga o'tib, hamma joyini belgilab, ptichka qo'yamiz. Bu yerda чувствительностьni balandlab qo'yamiz. OK qilamiz va ko'rib olamiz kameramizni. Kameramiz ko'rsatyapti va воспроизведениеga o'tib zapisni ko'rib ko'ramiz. Mana kameramiz zapis qilmoqda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizning kanallarimizni kuzatib borishni unutmanglar.